tasavvuringizga sig'ishi uchun men bu yerni ko'rsatyapman. Xuddi shunaqa razmerdagi yerimiz bor Mirobodda. Xo'p, 25 ga 40. Hozir men sizga joyini ko'rsataman. Yo'limizda bemalol, xo'p, keng kattagina yerimiz ham keng kattagina. Mana bu yerdan boshlanadi. O'g'ani Jigaring darvozagacha 25 metr. Uzunasiga bo'lsa 40 metr. Naqd 10 sotuv tadbirkorlar uchun shunaqangi qulay zo'r joy Mirobodda joylashgan. Hozir ko'cha yuzlarini ham sizlarga ko'rsataman. Xo'p, informatsiyasiga keladigan bo'lsak, mahalla shunaqa mahalla, shunday yo'l yuzidan 200 metr kirgandan keyin ayni mana shu lokatsiyamizga yetib keladi. Har tomonlama qulay lokatsiya bo'lgani uchun egalari juda ham katta summa aytib olishdi. Men talashib narxini paqqat yerga urib oldim. Xo'p, aeroportga juda ham yaqin. Shunday Rossiya postostatsining to'g'risidagi joy. 10 sotuv. To'g'ri Liboy narsa qo'shaylar bo'ladi. Gostinitsa ismi hamma narsani bemalol qurib, chiroyli qilib o'zingizni tadbirkorligingizni, biznesingizni yurishtirishingiz bo'ladigan joy. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimizning egalari 120 dan boshlash tartibi. Men aytdim, yo'q, ukalar dedim. Kelinglar, realniy narx qo'yamiz dedim. Realniy narxga kelishdik, barakani oldik. Uyimizga startoviy 90 ming AQSh dollaridan har bir sotuvi uchun so'ralyapti. Aralash arzon nomidan chiqib, pastiga qoldirgan raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, yana ozgina sunnatiga o'tib beramiz. Hamma hujjatlar joyida. Kelaverasizlar. Pastiga raqamlarga murojaat qilasizlar. Men sizlarga to'liq ma'lumotlarni yetkazaman. Joninglar sog' bo'lsin. Bu videoni tadbirkorlarga, mehmonxona quraman degan jigarlarga, hoji akalarga sekin jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Aralash arzondan uzoqlashmanglar. Hammaga manfaatli bo'ladigan kontentlarni qo'shishda men davom etaman. Joninglar sog'